araqni ham O'rta Osiyoga kirib kelish tarixi bor ekan. Amir Olimxonga Nikolay Podsho jo'natgan ekan. Bochkaga solib ustiga yozgan ekan. Bu narsaning nomi aroq, buni ichgan odamning kayfi taroq, qo'rqoqni botir qilur, kambag'alni boy qilur, ishonmasangiz ichirib tekshirib ko'ring, olam panoh deb yozibdi. Olam panoh kim? La ilaha illalloh. Amir Olimxon o'qib chiqib buyuribdi. Saltanatimizdagi eng qo'rqoq bilan kambag'alni huzurimga tutib keltiringlar debdi. Eng qo'rqoq bilan kambag'alni tutib keltirishgan, ikkalalari dag' titrarimish, qaltirarimish, biz nima yomonlik qilgan ekanmiz Amir Olimxonga, biz nima gunoh qilgan ekanmiz, Xudojon o'zing asra deb tursa, Amir Olimxon buyuribdi, qani araqlardan quyinglar debdi. 5-6 piyolani och qoringa bosib ichib, qo'rqoq o'rnidan turib, kayf bo'lgan holda Amir Olimxonga qarab, Amir Olimxon, Olimboy, Olimchik, mehmonga ham shunaqa muomala qiladimi? Eshitganmiz, haramizda kanizaylar ko'p deb. Chaqiring, bir shakar guftorlik qilaylik. Desa Amir Olimxonni jahli chiqib, jallod deb boshqiribdi. Kambag'al o'rnidan turib, "Voyvocha. Bildik, byudjetingizda pul bor ekan, jallodga oylik to'lar ekansiz. Turishingiz nechi pul? Shu toj taxtingiz bilan qo'shib sotib olamiz sizni."